Sen o'zi u qizni kim bo'lasan? Sevgilisi bo'laman. Ko'p gapirma. Nimaga riski qo'l ko'tarasan, ha? Bada o'qiganman, nima qilishim kerak? Yana qattandir keldi, heyo beyo tars etib uryapti. Nima bada o'qigan bo'lsa, shunaqa urush qo'bollar bo'ladimi? Bada o'qidi degani urib tashlash kerak degani emas-ku. Bizda B sinfdagilar shunaqa bor, gaplashib o'tirmaydi, tars urib xalq qilib qo'yamiz, bo'ldi. Sinfdoshlar bilan choyxonam bor edi, men ketdim. Sizlar hali sinfdoshlar bilan yig'ilib ham turasizlarmi? Maktabda sinfdoshlar bilanmi? Больницadagi sinfdoshlar. Va bizdan sinfdoshlar bor-ku, yig'ilish yo'da turursin. Shu har juma bitta stikkerni zo'rg'a tashab qo'yadi gruppaga. Bani bolalari uylanmaganmi, xo'tinidan qo'rqmaydimi, ha? Hayron qoladigan joyi-yu, Bni bolalari shunaqa oqibat so'zi ham o'zi B sinfdan olingan. Yaxshi yigit, krasavchik bola ekansiz. Telefoningizni bera olmaysizmi? Bu shunaqa chiroyli qizlar kerak bo'lsa boru pul qo'shib beradigan joyda, mendan so'ra, telefonim bilan berib yuboraman. Balki bu qizlik qiziq emasmikin, ha? Shuninglar, Bda o'qiganlar любой qizga nomerini berib ketavermaydi. Biz tanlab, chirtib beramiz nomer. Nech bilan tushib? Sinfdoshimni joyi gref bordi. Sizlar sinfda shunaqa bolalar ham bormi? Bizani B sinfdagilar bir-biriga yordam berib yuradi. Hammasi tadbirkor-ku. Va uyga ham paket qolsam bo'lar ekan-a? Yo, men sinfdoshlarim ham chaqiradi. Yo, urushgani chaqiradi. Yo, nimagadir to'lab olish kerak bo'lsa chaqiradi. B sinfda oqibat kuchli, bir oyda 2 martalab choyxona qilamiz Bdagilar. Ko'chada 5 kishi turgan bo'lsa, so'rang, ular hammasi B bo'ladi. Bdagilar noto'g'ri gapiryapman. B sinfdagilar oqibatimizga ko'z tegmasin.